Təйvən dövlət mudapıə ministrliqi Xitayning 52 ئۇرۇش ئايروپىلانىنىڭ ھاۋا مۇداپىئە رايونىغا كىرگەنلىكىنى ئېلان قىلدى. مىنىستىرلىق تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغان باياناتتا ئايروپىلانلارنىڭ رادىئو تەرىپىدىن ئاگاھلاندۇرۇلغانلىقى، چارلاش ئايروپىلانى ۋە ھاۋا مۇداپىئە باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىستېمىسىنىڭ ئاكتىپلىنىپ، ularning faoliyatini nazorat qiladiganligi bildirildi. Bu Tayvan 2020 yili 9 oyda xotirlashga boshlagandan buyon bir kun ichida havo tەۋەلىكىگە eng ko'p urush aeroplanining kirishi ekan. Bloomberg'ning xabar qilishicha, Bayden hukumatining oldimizdagi kunlarda soda kelishimiga amal qilish va bir qism mahsulotlarning Amerika tamojna bejidan chiqarib etiladigan yangi bosqichning boshlanishi qatorliq masalalarda Beijing bilan ko'rishadiganligi o'tir qo'yildi. Amerika soda vakili Katerina Tayning Xitoy muavin bosh ministri Liuxi bilan bo'lgan tunji qatimliq uchrashishida Xitoyning Trump davridagi kelishimiga amal qilmagan qismlari muzokara qilinadi. 2021 yillik Nobel meditsina mukofoti temperatura va sezimchan qubullug'ishni payqagan David Julius va Arden Papatuniyaga berildi. Nobel komitetining raisi Thomas Perman Stokholmda e'lon qilgan bayonotida Amerikalik fiziolog Julius va Amerikalik molekula biologiya va nerv ilmiy mutaxassisi Papatuniyaning bu yillik meditsina mukofotiga loyiq deb qaralganligini aytdi. Angliyada hukumat 300 nafar chet el ig'ir tipdagi neft mashinasi shofiriga vaqtliq viza beradiganligini e'lon qildi. Angliya hukumatining bayonotiga qaraganda, bu davlatga keladigan 300 chet ellik vaqtliq xizmatchi vizasi bilan kelar yili 3-oyning oxirigacha ig'ir yiqilg'un mashinasi shofiri bo'lib ishlaydi ekan. Yana bir tarafdan Albaniyaning Londonda turishliq bosh elchisi bu davlatdagi fuqarolarning yiqilg'u kirisiga duch kelgan Angliyani qo'llash uchun haqsiz ishlashga tayyor ekanligini e'lon qildi. Avstraliyalik jurnalist Sherry Markson koronavirusi va Xitoyning yuz bergan ishlarni yoshirishga urinishi to'g'risidagi kitobida yangi yuqumning signalini berdi. Marksonning bayonlarini xabar qilgan Quyosh gazeti Xitoyning xatarlik Franken virusi tajribasi elib berayotganligini va buning yangi yuqum keltirib chiqaradiganligini bayon qildi. İgelenishicha, Yamanda Iran qo'llagan Husiylarning kontrolligidan Aden, Ibn, Lahij va Dali shaharlaridagi buzg'unchiliklar sababidan 2 kundan buyon internet mulozimati ta'minlanmagan. Yangi Jersey Texnika institutining olimlari yer sharining qorong'ulashayotganligini e'lon qildi. Buning sababi yer shari va okeanlarning isib ketishi ekan. Yangi Jersey shtati sanoat institutining tadqiqotchilari yer sharining oyni yoritishini kuzatish orqali yer sharining nur qaytarish kuchini o'lchab chiqqan. O'lchashda ko'rsatilishicha, yer shari 1998-yildagiga selishtirganda har kvadrat metri yarim watt atrofida yorug'likni oz aks ettirgan.